Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi biz sizlar bilan o'tadigan darsimiz mavzusi arifmetik kvadrat to'mirining xususiyatlari. Arifmetik kvadrat to'mirining mundaq 3 xususiyatini bugun qarashtiramiz. Birinchi xususiyat salbiy emas sonlar uchun shunaqla bu sonlarning arifmetik kvadrat to'mirlarining ko'paytinishi bir kvadrat tomir ostiga ko'paytiniga teng. Bu yerda 2 tal, 3 tal yoki bir nechta tal berish mumkin. Asosiy shart bular salbiy son bo'lmashi kerak. Bularning kvadrat tomirlarining ko'paytinishi bir kvadrat tomir ostidagi ko'paytiniga teng. Misol, aytaylik, tomir osti 2 ko'paytirilgan tomir osti 8 teng tomir ostida 2 ko'paytirilgan 8 teng tomir ostida 16 teng 4. Aytaylik, tomir ostida 2 ko'paytirilgan tomir osti 3 ko'paytirilgan tomir ostida 6. Hammasini bir tomir ostiga 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 6 teng tomir ostida 36 teng 6. İkinci xususiyat surati ijobiy salbiy emas bo'lsin. Maxarji har qachon ijobiy son uchun 2 kvadrat tomirning bo'linmasi 1 kvadrat tomir ostidagi bo'linmaga teng. Bu yerdagi asosiy shart suratida ijobiy yoki 0 bo'lishi kerak. Maxarj son faqat ijobiy. Chunki 0 bo'lgan holatda sonni 0 bo'lsak, bo'linma yoki bu amal mohiyatan nima qilib juturdi. Boshdan bir misol keltiraylik. Tomir ostida 50 bo'lingan tomir ostida 2 teng tomir ostida 50 bo'lingan 2 teng tomir ostida 25. Bu yerdan bizda 5 chiqdi. Shuna o'xshash yana bir misol qarashtiraylik. Tomir ostida 108 bo'lingan tomir ostida 3 teng bir tomir ostida olamiz. 108 bo'lingan 3 teng bo'ldi tomir ostida 36. Bu yerdan chiqdi bizda 6. Kelasi bizda 3-chi xususiyat A sonning qanaqadir bir darajasi berilsin deylik. Tomirni chiqqanda shu darajaning ko'rsatkichining teng 20 kelib chiqadi. Aytaylik, tomir ostida x ning 8 darajasi teng x ning 4 darajasi kelib chiqadi. Endi bu 3-chi xususiyatda mundaq narsaga e'tibor berishimiz kerak. Agar bizda harfli ifoda bo'lsa qanday bo'ldi, sonli ifoda bo'lsa qanday bo'ldi, hozir biz buni tushuntirib sizlarga ko'rsatgan bo'lamiz. Aytaylik, x ning kvadrati teng modul x deb olamiz. Nimishki biz oldingi modul olmadik. Bu esa modul oldik degan vaqtda mundaq narsa. X bu o'zgaruvchi qanaqdir bir belgisiz son. Bu x o'rinda har qanday son bo'lishi mumkin. Salbiy son, ijobiy son 0 bo'lishi mumkin. Chiqqanda bizda ijobiy son chiqadi yoki 0 chiqadi. Endi daraja ko'rsatkichi bizda jup.
Cüp bolğalıqdan ya 0 çıkıdı ya bizde icebi san çıkıdı. 0 eğer x or 0 tutsa 0 çıkıdı. Eğer x orada selbi ek icebi san bolsa, oqta faqat icebi san çıkıdı. Endi bu hesapta x'in kvadratı teng yalnız x bolğan bolsun boladi. Yalnız x bolğan bolsa biz 3 türlük mana bu ketdi. Selbi san, 0 ve icebi san. Modula alğandan keyin bizde bu yerda alınğısı oxşaşla 0 ve icebi san bolup çıkıdı. Endi bunun modulun içilişini iki türlük halatda qaraşdırırız. Birinci minus x. Eğer x'imiz selbi san bolsa, x'imiz selbi san bolsa, mana qaraman minus x özü selbi san. Aldıki minusla mı gidiyor? İcebi san gidiyor. Ya ki x çıkıdı, x çoğun ekite ne bolsa, 0 bolsa. Bu ende hemimizge belgilip bu x qanasan bolsa, icebi san bolsa. Bizde o tomurasıdan her kaçan qanasan çıkıdı, ya icebi ya 0 çıkıdı. Selbi san çıkmaydı. Şu sebepten bizde muştaq iki türlük halatda qaraşdırırız. Eğer bu iki türlük halatda qaysi vaqt qaraşdırırız ya derece körsötküçü tağ bolsa, cüplege öz piç qaldı. İtaylık x'nin 10 derecesi ve x'nin itaylık 12 derecesi. Bizde x'nin 6 derecesi çıkıdı. X'nin 6 derece çıkıdı. Bu hesap muş öz piç qaldı. Endi bu yerda x'nin 5 derece. Bu körsötküç taqsam bolğandan modulus aslı alımız. Bu yerda yana iki türlük halatda qaraşdırırız. Minus x'nin 5 derecesi. X'imiz selbi san bolsa, hem x'nin 5 derecesi, x'imiz icebi ve 0 bolsa. Yani qaytlama selbi san bolsa, selbi san 5 qatim köpeysek selbi san bol, aldıki minusdan icebi bo'ladi. Bu endi o'zgarishlar berilsa. Endi muştaqla samla berib ko'raylik. Aytaylik. Shuning 8 derecesi. Bunu qo'rqmayla shuning 4 derecesi bersak bo'ldi. Muştaqla minus şunun 8 derecesinde birisi şu. Bunu mu şunun 4 derecesinde bersak bo'ladi. Çünkü selbi sanını 8 qatim köpeytsek icebi san bo'ladi. Kelesi şunun kvadratı 3. Bayaq hesapda kvadratda biz modul aldık. Çünkü bu özgərüş. Bu turaqlıq san. İkisinin çoğ farqı var. X sonra qandaq sana yoşum turdu, o həmmimizge naməlum. Bu turaqlıq. İtaylık 3'ün 10 derecesi, bir yerden 3'ün 5 derecesi çıkıyor. Modulu aldık, modulu alamayız. Çünkü bu özgürlükçü, bu turaqlısan. 3'ün 12 derecesi, bir yerden çıkıyor 3'ün 6 derecesi. Undaqda mundaq misallarını qarıştırıp göreylik. Tomurası da 36 köpeytilgen 49 deydi o. Bir yerdə təm. Tomurun xüsusiyyətləri boyunca biz bayağı köpeytkeni bir tomurğa aslıq elib köpeytdik. Eki bir tomurası köpeytilgen salani bir neçə tomurlar çıxıb etkili boldu. 36 köpeytilgen tomurası 49 yazılı boldu. Təm 36'dan bizde 6 çıkıdı, 49'dan 7 çıkıdı, təm 42. Aralasan birilse bunu notoğru kesir aylandırı olmaz. 25'ten 36 boldu. Bir de sürütüne ayrım bir tomur almamız. Məxircine ayrım bir tomur almamız. Her şey çıkırsa 5'ten 6 boldu. Eki bir dılı 5'ten 6 bezgül boldu. Bir de baştakla bunu her birisine ayrım bir tomur köpeytsek boldu. Eki bir dılı 16'dan 4 çıkıdı. Köpeytge 0.25'ten 0.5 çıkıdı. Köpeytge 121'den 11 çıkıdı. 4 0.5 köpeyse 2, 2 numara köpesek 22. Yani bu hesapta selpel oynayışımız gerek. 360 qanaq sanı kvadrat emas. 36 qanaqtı bir sanı kvadratı. Şu sebepten mən bunu buna izolma. 36 köpeytilgen 10 köpeytilgen 490 dep yazasım boldu. Tamam. Mende 36'dan qancha çıkıdı? 6 çıkıdı. Köpeytilgen. Endi 10'ni 490 köpeytip etsem, menin qancha boldu? 4900 boldu.
Bu 4970'ning kvadrati demek bu 70 çıkıdı. Teng 420. Kelesi sanım bu sel alın qaraganda murakkabroq. Bunu qanday qilma? To'g'risi da 98 ni buna yazib olay. 49 ko'paytirilgan 2. 24-chi. 24 buna yazib olamiz. 4 ko'paytirilgan 6. 20 ni qanday yazib olamiz? 9 ko'paytirilgan 3. Bayqab o'tasizlar, biz shunday ko'paytindi ritida yozdik. Ularning birasidan to'g'risini chiqdi. Masalan, 98 ni 49 ko'paytirish 2. Bir ko'paytirish uchun to'g'risini qancha chiqdi? 7 chiqdi. 49 dan. Kelasi 24 ni biz 4 ko'paytirilgan 6 deb yozamiz. 4 dan qancha chiqdi? 2 chiqdi. Mayli 6 dan chiqmasin. 20 dan 9 ko'paytirilgan 3 deb yozdik. 9 dan qancha chiqdi bize? 3 chiqdi. Bizning qilgan hisoblarimiz 2 6 3. 2'ni 3 köpeytsem 6. 6'ni 6 köpeytsem 6'nın kvadratı. Durusma? 6'nın kvadratı kaç çıkıdı? 6 kelip çıkıdı. Bu neyimizi köpeytimiz? Şu çağda 7 2 14. 3'nü 6 köpeytsek 18. Endi 14'nü 18 köpeytimiz. Tik kurban köpeytetsek bizde buldu 252. Yani meşede bir misal için üretide İtalyak tomrası da 351 köpeytirilgan 351. Bunu köpeytishning hech bir hojati yo'q. Bu bizde 351'ning nimasi kvadrati. Tomir chiqganda daraja ko'rsatkichining dal 20 chiqdi. 351'ning 1 derece çıkıyor. 351. Köpeytip avar boğuşuna hiç bir hacet yok. Kelesi misal 415 köpeytirilgan 50. Bunu tomurunu, kvadrat tomurunu xusiyatlar bo'yicha bir tomurasi ilib köpeytimiz 415 ni. Köpeytimiz 52. Bizde bo'ldi. Tomurası da 225 bo'ldi. Köpeytirsek bu yerimiz için çıkan çıkdı 15. 3. derecesi köpeytirilgan tomurası da 3. derecesi köpeytirilgan tomurası 2.6 derecesi. Derece ko'rsatkichini dal 20 alamiz. Asası o'zgarmaydi. 4'ni 22. Ko'paytirilgan 2'ni yozma. 6'ni 23. 3'ning kvadrati 9. Ko'paytirilgan 2'ning kubi 8. 72. Kvadrat to'g'risida yana bir kvadrat to'g'ri 625. 7 kvadrat to'g'ri chiqarib olay. Sirdagi o'spech ko'chirma 625 25 chiqdi. Yani bu to'g'risini chiqarsam 5 chiqdi. Kelesi misal tomrası 45 ilg'an tomrası 5'ning kvadrati. Qisqacha ko'paytirish formulani paydimizni bu yerda 2 padning ayirmasining kvadrati. Shu formulamizni esimizga tushirib olaylik. A kvadrat ilg'an 2ab qo'shilgan b kvadrat. Buni so'z yuzida qanday tushuntiramiz? Birinchi padning kvadrati minus birinchi pad bilan ikkinchi padning ishkaslangan ko'paytmasi plus ikkinchi padning kvadrati. Demek birinchi padning kvadrati tomrasida 45 ning kvadrati minus birinchi pad bilan ikkinchi padining ishkaslangan ko'paytmasi. Durustmi? Birinchi pad va ikkinchi padning ishkaslangan ko'paytmasi plus ikkinchi padning kvadrati. Tomurni kvadratlaganda bu kvadrat tomurdan qutuldi 45 bo'ldi. Yani ahırda plus 5'te biz koyduk. Yani biz otururken çıkıldı. Kvadrat tomurun xusiyatları bo'yicha 2 tomur ko'paytganda bir tomurası algıldı bo'ldi. Eki bu yerdan çıkıldı. Tomurası da 225. 225'den 15 çıkıldı. 2'nin 15 köpaytsa 30. Yani 30 plus 5. Tamam. 45'den 30 yatsam 15. 15'e 5'i qo'sharsam 20. Kelesi mundaq misal qarashtiraylik. İjobiy ko'paytgichni tomir belgisining ostiga kirgizinglar. 5'ni tomir ostiga kirgizish kerak. Bu bizni kvadrat tomir durustmi? Chiqqanda biz o'ylaymiz, u qanday sonning kvadrati deb chiqardik. Kirgizganda
chiqqan sonni kvadratlab kirgizamiz. Demak, 5 ning kvadrati qancha? 25. Tomirish 25dan qaytadan 5 chiqadi, shundaqmi? Endi 3a ni qishi ko'paytirilgan o'z bitishi ko'chirib qo'yamiz. Tang tomirasida 75 a. Kelasi shuni o'xshash misol, faqat bir minus belgisi bor. Bundaq joyda qanaqa qilamiz? Buni ichki kirgizib 25 deb yozmaymiz. Chunki minus 5 ning kvadrati 25, onu bilamiz. Ama 25'ten tomar qancha chiqadi? 5 chiqadi. Minus 5 chiqmaydi. Şunlaşqa bu minus belgisini kvadrat tomar aldıda qaldırmamız. 5 özünü kirgizganda 25 bo'ldi. Ko'paytirilgan 0,3 a. Ko'paytirib etsek minus kvadrat tomarasida 7,5 a bo'ldi. Kelasi bizning qarashtirma misol ko'paytirish turi yoziladi. Buni kvadrat tomarning xususiyatlarini biz aksincha foydalanib bir necha tomar chiqib o'taylik. Tomarasi 17, ko'paytirgan tomarasida a, ko'paytirgan tomarasida c. Kvadrat tomar xususiyati bo'yicha bir necha tomarni ko'paytirsa, bir tomarasi jiqil bo'ldi yoki bir tomarasi ko'paytirdi, bir necha tomarasi ko'paytgichlarga chiqib o'tkili bo'ladi. Endi bu yerda bunday narsa e'tibor berish kerak. Aytaylik, tomarasida 50, ko'paytirilgan tomarasi 2. Tomarasida 50, qo'shilgan tomarasida 2. Tomarasida 50 bölüngen tomarası 2. Hem ahırqisi tomarasida 50 ilg'an tomarası 2. Ko'paytganda xususiyati bo'yicha bir tomar qilib ko'paytib o'tkili bo'ldi. 2 tomarasida 100, ben 10 chiqadi. Qo'shganda teng tomarası 52 deb bizish bu xata. Chunki bizga tomar bir necha kvadrat tomarning ko'paytindisi diq qoidada qo'shindisi deb aytmadik. Shuning uchun bu xususiyatni ko'paytishda va bo'lishda o'rinlashga bo'ladi. Bir tomarasi ilib 50 ni 2 bo'lsak 25, bu yerdan bizda 5 chiqadi. Endi tomarasi 50 bilan tomarasi 2, tomarasi 48 deb yozish bu bizda nima? Xata. Chunki kvadrat tomar xususiyatlarini ko'paytganda va bo'lganda o'rlaymiz. Ammo qo'shganda, ag'anda buni o'rlash tartibi bo'lak. Qo'shilib 52 yoki deb 48 deb yozish bo'yin bo'ldi. Xato bo'ldi. Shuni bilan hurmatli do'stlar, bugungi darsimiz oyoqlashdi. Diqqatingizga ko'p rahmat.